Ushbu metodika o'rganadigan narsasi qop-qop bo'lgan, ammo vaqti juda ham oz qolgan o'quvchilarimiz uchun kuchli ish beradi. Sababi amaliyotda o'z isbotini topgan. Ya'ni 2024-yil kirish imtihonlarida o'quvchilarimiz qisqa muddat ichida yuqori natijalarni qo'lga kiritib, Toshkent davlat yuridik universiteti huquqni muhofaza qilish akademiyasiga talabalik baxtiga muyassar bo'lishgan. Qaysi metodika bu? Natijalarimiz xususida Instagram profilimda bemalol ko'rishingiz mumkin. Hozir esa qisqa muddatda sizni yuqori natijalarga olib chiqishga kuchli hissa qo'shadigan metodikam haqida sizlar bilan bo'lishaman. Hozir kitoblarni qo'yib olaman, siz esa doskaga yuzlanasiz. Ya'ni ushbu metodika bir o'q bilan 5 talab, 6 talab, kerak bo'lsa 10 talab o'q bilan quyonni urish hisoblanadi. Ya'ni bir o'q bilan siz birdaniga 5-6 ta manbani yodlaysiz va qisqa muddatda katta natijalarga erishishingizga hissa qo'shadi. Oddiygina bitta misol bilan sizga tushuntiraman. Doskaga e'tibor qaratadigan bo'lsangiz, men vaqtni qisqartirish maqsadida yozib chiqdim. Aytaylik, bitta prezident bobi, konstitutsiyamizning prezident bobi misolida atroflicha aylantirib 5 ta manba bilan sizga tushuntirib o'taman. Ya'ni men yozib chiqqanman bu yerda. Konstitutsiyamizning 19-bobi bilamiz, prezidentga bag'ishlangan. 105, 113-moddalarni o'zida mujassamlashtiradi. Va bundan tashqari, o'sha 2025-yil kirish imtihonlariga hujjat topshiradigan o'quvchilarimizga tasdiqlab berilgan 35 ta ro'yxat bor va bu 35 ta ro'yxat bilan tanishmoqchi bo'lsangiz yokida sizga bu begona bo'lsa, hali endi huquq sohasiga kirib keladigan bo'lsangiz, pastda kanalimizning ilovalarini qoldiraman, bemalol o'tib to'liq tanishib chiqishingiz mumkin. Va bu yerda aynan saylov kodeksi 35 ta ro'yxati tarkibida tasdiqlangan bizga. Saylov kodeksining 12-bobi ham prezident sayloviga bag'ishlanadi. 61-66-moddalar va 8-sinf darsligingizning 22-mavzusi ham prezidentga, prezident haqida ma'lumotlar vakolatlariga bag'ishlanadi. 9-sinf darsligingiz ham aynan 20-mavzusi prezidentga bag'ishlanadi. Va e'tibor qarating, 8-9-sinf darsliklar eski yangi bilan chog'ishtirib, bir-biriga solishtirib o'rgatganman o'quvchilarimga. Va mana bu 2025-yil imtihonlarida eskisi tasdiqlab berilgan, lekin 2025-26 o'quv yilidagi o'quvchilar uchun yangi 9-sinf darsliklari mana hozir men ko'rsataman. Mana ikkita darslik bizni yonimizda mana. Bu eski 9-sinf darsligi, bu yangi 9-sinf darsligi. Va 2025-yil kirish imtihonlarida imtihon topshiradigan o'quvchilarimizga mana bu darslik tasdiqlab berilgan va 2026 ga tayyorlanadiganlar uchun mana bu 9-sinf darsligi tasdiqlangan. Ammo o'rtasida juda ham katta farq qilmaydi, faqatgina kuchli to'ldirilgan yangi 9-sinf darsligi kodekslardan, qonun hujjatlariga juda katta murojaat qilingan. Aytaylik, fuqarolik to'g'risida to'liq ma'lumot berilgan, fuqarolik to'g'risida qonunga yuzlanilgan, kodekslarga yuzlanilgan. Va men o'zim o'quvchilarimga ikkalasini ham o'rgatganman va mana bu yerda prezidentga aloqador mavzu ham o'sha yangi eski darsliklarda deyarli bir xil ketadi. Mavzularda farq bor xolos. Xo'p, va bundan tashqari jinoyat kodeksi ham 35 ta ro'yxatning tarkibida bor va 11-sinf darsligida ham aynan O'zbekistonga qarshi jinoyatlarda 6 ta jinoyat keltirib o'tilgan bo'lib, ichida prezident shaxsiga tajovuz 158-modda ham mavjud. Ya'ni ushbu jinoyatni obyektiv tomoni, subyektiv tomonini siz to'liq tahlil qilib, hattoki o'sha sanksiyasigacha o'rgansangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Xullaski, bitta prezident mavzusini Konstitutsiyaning 19-bobi, 105-113-moddalar, saylov kodeksining 12-bobi, 61-66-mavzular, 8-sinf darsligingiz, 9-sinf darsligingiz va jinoyat kodeksining aynan prezidentga tajovuz bilan bog'liq moddasini 5talasini birlashtirib, bitta mix qilib ichib yoramiz, zo'r qilib va shunda siz 8 dan zarba keladimi, 9 dan zarba keladimi, saylov kodeksidan zarba keladimi, konstitutsiyadan zarba keladimi? Ya'ni zarba deganda testni nazarda tutmoqchiman. Ya'ni sizga test keladimi? Bir mix qilib yodlash orqali va mana shu orqali hammasiga zarba beraverasiz. Va bu bilasizmi nimada qo'l keladi? Siz hozir aytaylik 9-sinf darsligidasiz, prezident mavzusidasiz. Siz bir oy oldin 8-sinfni o'qib bo'lgansiz va u esingizdan chiqyapti. Qachon siz 8-sinfni ochib qaraysiz yokida konstitutsiyani o'tib tugatganingizga 2 oy bo'ldi. Qachon konstitutsiyani aynan prezident bobini ochib qaraysiz siz? Esingizdan ham chiqa boshladi.
va mana shunda juda kuchli qo'l keladi, esdan chiqarishga yo'l qo'ymaydi, hammasiga ip bilan tutib turadi. Ya'ni siz hozir 9-sinfni o'qiyapsiz, mana shu mix qilib yodlaganingiz orqali, ya'ni konstitutsiyani ham bobini qo'shib, 8ni ham qo'shib, jinoyat kodeksiga hali bormagansiz, saylov kodeksini ochib ham qaramagansiz. Lekin siz saylov kodeksiga borguncha mana bu mixni yodlasangiz 50 marta takror bo'ladi. Siz o'zingiz bilmagan holatingizda saylov kodeksini ochib ham qaramasdan yodlab qo'yasiz. Mana o'quvchilar qisqa muddatda juda katta natijalarni qo'lga kiritishini asosiy omillardan biri men qo'llaydigan metodikalar hisoblanadi va bu dengizdan bitta tomchi hisoblanadi. Ya'ni men shunchalik bir-biriga chog'ishtirib, mix qilib, darslarda ham boshqa metodikalarni qo'llaganim orqali 0 darajada juda ojiz holatda kelgan o'quvchi ham qisqa muddatda vuv etib ko'tarilib oladi. Katta ob'yomni o'zlashtirib oladi. Chunki shu beshala manbani men har gal prezident mavzusi haqida savol berganimda hammasini so'rayman. Hammasini ip qilib tortib so'rayman. Ya'ni masalan prezident vakolatlarini sanadeganda yoki-da prezident nomzodiga qo'yilgan talablarni sanadeganda kodeks 8-sinfda nima deyilgan, 9-sinfda nima deyilgan, konstitutsiyani 106-moddasida talablarda nima deyilgan, saylov kodeksini 61-moddasida aynan qo'ya olmaydigan, nomzod qo'ya olmaydigan toifa keltirilgan. O'sha qasddan jinoyat sodir etganligi uchun yoki-da diniy tashkilotlarning professional xizmatchilari deb. Mana bu nima deyilgan, atroflicha hammasini sharhlayman. U hatto saylov kodeksini ochib qaramagan bo'lsa ham, har gal darsda men shuni savolini beramanmi? Boshqa o'quvchilar takrorlaganidan jilla qursa eshitadimi? U bormasidanoq saylov kodeksini yodlab qo'yadi. Vaqt qisqaryaptimi? Ya'ni saylov kodeksiga borganda u bu narsalarni yodlab o'tirmaydi. Endi tasavvur qiling. Saylov kodeksida saylov prinsiplari bor. 9-sinf darsligingizning oxirini o'qib qarasangiz, saylov prinsiplarini berilgan. Saylov prinsiplari mavzusida 9-sinfga borganimda unda ham kodeksga murojaat qilaman. Undan tashqari qonunchilikni saylanishi bor, senatni saylanishi bor. Unda ham kodeksga murojaat qilaman. Siz o'zingizdan hattoki mana shu 8-9-sinf mavzularni o'tishimni o'zidayoq bormasdan turib, saylov kodeksini ochib ham qaramasdan turib, o'zidan yodlab tugatganingizni bilmay qolasiz. Oliy Majlisga kelganda qonunchilikni saylanishi, senatni saylanishini o'taman, kodeksga murojaat qilib, 8-sinf darsligida murojaat qilib o'taman, 9-sinf darsligida murojaat qilib o'taman va o'zidan siz kodeksni yodlab qo'yganingizni bilmaysiz va kodeksga borganda уже siz narsani yodlab bo'lgansiz, vaqt ketkazmaysiz. Boshqa qonunchilikka vaqt ketkazasiz. Tushunasizmi? Qisqa muddatda yuqori natijaga olib chiqishga sabab bo'ladigan metodikalardan biri hisoblanadi. Mana bu yerda manbalarga e'tibor bering. Mazmuni bir xil va sizda savol tug'ilishi mumkin, chalkashmaydimi? Aslo chalkashmaydi va boshqa o'quvchilar savol berishadi. Ustoz, moddalarni yodlab qolishda qiynalyapman, esimdan tez chiqib ketadi. Agarda mana metodikalarim orqali men birorta o'quvchilarim ishoninglar, offlayndagina onlayndagi menga savol bermaydi. Ustoz, moddani yodlashda qiynalyapman deb. Chunki men shuncha darajada metodikalarni ularga qo'llayman, usullarni beramanki, hattoki moddani alohida nomerini, raqamini yodlashga ehtiyoj sezmaydi ular. Va shunaqa savol bersa hayratlanaman. Qanaqasiga esda saqlab qolish mumkin emas deyman. Chunki men o'zim berayotgan metodika orqali bunaqa savol tug'ilmaydi ularda. Shunchalik o'zlashtiradiki, hatto kodekslar, qonunlar bilan, ob'yom bilan o'zlashtiradiki, bunaqa savol tug'ilmaydi ham. Ham qiziqarli bo'ladi, zerikarli bo'lmaydi. Darsliklarni bir-birini ochib, konstitutsiyani chizib, kodeksni olib kelib, kazuslari bilan, testlar bilan bitta chuqur mustahkamlaydi, ketdi shu bilan va nazariyam, quruq nazariya emas, amaliy misollar bilan aytaylik, men prezident bo'lmoqchiman, menga qanaqa talab kerak? Hozir men yoshim 31 da deyman, savol beraman. Davaychi meni prezident nomzodiga olib chiqinglar. Amaliy misollar bilan, kazuslar bilan tushuntirsa, bola dars tugaganini ham bilmay qoladi. Ketdik, hozir mana shuni ko'rib chiqamiz qismlarni. Demak, men 5 ta manbani men bu yerda yozib olganman. Siz doskaga diqqat bilan e'tibor qaratib, agarda shu mavzuni o'zlashtirish niyatida videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, daftaringizga bitta xuddi shu narsani konspekt qilib olib, videomni to'xtatib qayta bir 3 marta eshiting. O'zingiz bilmagan holatingizda shu mavzuni mustahkamlab olasiz. O'sha darsliklarni oldingizga terib qo'yib. Ketdik, demak, saylov kodeksining 12-bobi ham prezidentga bag'ishlandi va darsliklar ham prezidentga bag'ishlandi. Oddiygina 105-moddadan boshlaymiz. Konstitutsiyamiz 105-moddasidan boshlanadi. 105-moddada O'zbekiston Respublikasi prezidenti davlat boshlig'idir deb keltirib o'tilgan 105-moddada va uchala hokimiyatni kelishilgan holda faoliyatini va hamkorligini ta'minlaydi degan so'z bor. Va 8-sinfingizda aynan o'sha prezidentga ajratilgan mavzuni ochib qarasangiz, birlamchi vakolat sifatida eski 8-sinf darsligida xalq nomidan ish ko'rish keltirib o'tilgan, unda to'rtburchakning tepasida prezident so'zini ma'nosi ham keltirib o'tilgan. Bundan tashqari darvoqe doskada xronologiyani yozmabman, chunki joy sig'madi. Bundan tashqari xronologiya ham bor. Bu 9-sinfda, 8-sinfda har qayerda sochma qilib berilgan. Aytaylik, prezident so'zi qaysi tildan olingani
oldinda o'tiruvchi, lotinchadan oldinda o'tiruvchi degan ma'noni anglatadi. Yokida bu 8da keltirilgan, yokida prezidentlik lavozimi o'zi bizga qachon kirib kelgan? Bu 9-sinfda keltirilgan. Ya'ni 1990-yil 24-martda prezidentlik lavozimi birinchi marotaba joriy qilingan. Va yokida birinchi prezidentlik saylovi qachon bo'lib o'tgan? Prezidentlik saylovi to'g'risida qonun ana bu 11-sinf tarixingizda, O'zbekiston tarixingizda keltirilgan. Har qayerda sochma qilingan ma'lumotlarni bitida mix qilib beraman. Shunda siz tarixdan ham hatto savol kelsa bemalol urib yuborasiz. Ya'ni shu bitta mix orqali qurollanasiz. Qayerdan zarba kelsa prezidentga aloqador. Ma deb sharaqlatib uraverasiz. Ya'ni oddiygina prezidentlik saylovi 1991-yil 18-noyabrda prezident saylovi to'g'risida qonun qabul qilingan. Ya'ni anaqa bilan bayroq bilan bir xil va 1991-yil 29-dekabrda O'zbekistonda birinchi prezident saylovi bo'lib o'tgan. O'sha birinchi prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov nomzodlarni qo'yganlar. Xalq demokratik partiyasi va kasaba uyushmalari federatsiyasidan nomzod chiqarganlar va 86% ovoz bilan g'alaba qozonganlar. Raqiblari Erk demokratik partiyasini vakili Muhammad Solih bo'lgan va u 12% bilan adashmasam ovoz ola olmagan. Bu 11-sinf tarix darsligingizda keltirib o'tilgan, qisman 9-sinfda ham keltirib o'tilgan. Har qayerda sochma qilingan ma'lumotlarni bitada mix qilib yozlasangiz, qayerdan zarba kelyapti uraverasiz bemalol. Xo'p, ketdik va xronologiyani ham daftaringizga yozib oling. Prezidentlik birinchi lavozimi, prezident so'zining ma'nosi, birinchi prezidentimiz qachon bo'lganlar, qachon vafot etganlar, 11-sinf tarixga yuzlaning, chunki tarix majburiy bor sizda. 10 ta testni ishlashingiz kerak va albatta ana bular tushadi. 2021-yil variant tarixga qarasangiz ham bor. Chunki tarixdan ham o'zim o'quvchilarimga dars berganman o'tgan yil. Bu yil endi vaqtim yo'q, chunki haddan ziyod offlayndagilarim, onlayndagilarim 300 dan ortib ketdi. Hozir vaqtim yo'q, lekin o'tgan yil dars berganman. Hozirgacha tarix o'yilgan. Chunki ustozingiz osmondan tushmagan. Huquqni ichiga ham, tarixni ichiga ham. 4-sinfimdan men olimpiadist bo'lganman. Kuchli olimpiadist bo'lganman va to'liq umrim huquq tarixni ichida o'tgan. Ma'lumot tariqasida o'sha paytda bizda 5-sinfdan huquq fani o'rgatilardi. Hozir 8-sinfdan-u, biz 5-sinfdan mana shu ma'lumotlarni yodlardik. Konstitutsiyani 5-sinfimdayoq yodlab bo'lganman men. Xo'p, ketdik. Demak, 11-sinf darslikka berildi. Xalq nomidan ish ko'rish konstitutsiyada aynan prezidentning vakolati ekanligi 8-sinfingizda keltirib o'tilgan. Va buni bog'laymiz. Xalq nomidan o'zi kimlar ish ko'rar edi? Konstitutsiyaning 10-mavzuyingizga 10-moddasiga bog'lab ketganman shu o'rinda ham. Qarangda, xalq nomidan Oliy Majlis va prezident ish ko'rishi. Xalq nomidan. Qarangda, 8-sinf prezident olib kelyapman va xalq nomidan ish ko'rish 8-sinfingizda birlamchi vakolati sifatida keltirib o'tilgan bo'lsa, agar ushbu videoda imkoni bo'lsa, bunday darslikning o'sha qismini ham chiqarib berib ketamiz. O'sha joyini chizib. Xalq nomidan ish ko'rish birlamchi vakolat sifatida keltirib o'tilgan bo'lsa, savol beraman o'quvchilarimga. Ana endi eslang, konstitutsiyaning qaysi moddasida xalq nomidan ish ko'ruvchi anaqalar keltirib o'tilgan edi deyman. 10-modda, ya'ni Oliy Majlis va prezident keltirib o'tilgan. Buni keyin yana bog'layman men offlayndagilarimga, onlayndagilarimga, ikkalasiga ham yana bog'layman. Xo'p, Oliy Majlis va prezident xalq nomidan ish ko'rishi keltirib o'tildi 10-moddada. Ana endi shuni o'zini bog'lachi, yana konstitutsiyaning qaysi moddalarida Oliy Majlis va prezident bir o'rinda, bir nuqtada kelgan. Aytaylik, bu 116-moddada, ya'ni Vazirlar Mahkamasining axborot berishi Oliy Majlis va prezidentga va 133-moddada Konstitutsiyaviy sud mamlakatning o'sha konstitutsiyaviy qonuniylik holati to'g'risida Oliy Majlis va prezidentga hisobot berishi 133-moddada keltirib o'tilgan. Ko'ryapsizmi, qanaqadar qiziqarli bo'lib ketadi. Bir-biriga bog'lab ketaveraman, zanjir bo'lib aylanaveradi. Bitta texnik bo'lmang deyman-da men o'quvchilarimga. Bitta savolni bersa, prezident nomzodiga qo'yilgan talablar desa, 35 yosh, anaqa o'zbek tilini yaxshi bilishi, yokida bu emas. Bog'la kodekslarga, moddalarga, qonun hujjatlariga, darsliklarga bog'la deyman. Texnik bo'lma deyman. Ya'ni so'ralgan narsani o'zidan u yog'iga, nar yog'iga o'ta olmaydigan texnik bo'lma deyman. Chunki siz ertaga amaliyotga chiqasiz, advokat bo'lasiz. Bittani kerak bo'lsa o'sha ozodlikdan mahrum qilish jazosidan olib qoluvchi yokida bitta noto'g'ri hukmni o'zgartiruvchi, bitta insonni taqdirini o'zgartiruvchi inson bo'lasiz. Siz mantiqan kuchli fikrlaydigan yurist bo'lishingiz kerak. Bir-biriga bog'lab qayerdan nimani qidirishni o'zingiz mustaqil harakat qilib o'rganishingiz kerak. Tergovchi bo'lasiz. Bitta delani ochish bu oson ish emas. Ya'ni bir insonga bundoq qilib, nima deydi, uni jinoyatini fosh qilib yokida bitta insonni taqdirini u yoqlik yo bu yoqlik qilishni hal qiladigan insonsiz yokida sudya bo'lasiz. Bitta insonga hukm o'qiysiz, uni taqdirini kerak bo'lsa 10 yil ozodlikdan mahrum qilishga hukm qilib yuboradigan inson bo'lasiz. Texnik bo'lmang, mantiqan fikrlaydigan, bir-biriga qonun normalarini chambarchas bog'laydigan qilib o'rganing deyman. Va mana bu yerda bog'lab ketyapmiz. Qarang, prezidentni xalq nomidan ish ko'rish birlamchi vakolati singari 10-modda bog'landi.
Va bundan tashqari 106-moddaga yuzlanamiz. Mana konstitutsiyamizning 106-moddasi prezident nomzodiga lavozimiga nomzodga qo'yilgan talablar. Va mana bu saylov kodeksining 61-moddasi bilan birga bir kopiya. Shundoq saylov kodeksining 12-bobi 61-moddasini ochib qaraydigan bo'lsangiz, u yerda keltirib o'tilgan prezident lavozimiga nomzodga qo'yilgan talablar. 7 yil muddatga saylanadi deydi. Bu 106-moddangiz konstitutsiyangizda ham keltirilgan. Talablar, mana men bu yerda yozib qoldirdim. Aynan talablar ham keltirib o'tilgan. 35 yoshdan kichik bo'lmagan, saylovgacha kamida 10 yil O'zbekiston hududida yashayotgan, muqim yashayotgan, davlat tilini yaxshi biladigan va O'zbekiston Respublikasi fuqarosi. Ana bu konstitutsiyangizning 106-moddasida qo'yilgan talab saylov kodeksining 61 bilan bir xil. Siz kodeksni ochib, kodeks bilan men yoz deyman offlayndagi o'quvchilarning. Ha, demak yoz. Konstitutsiyani o'tyapman. Men ana shu narsani konstitutsiyaning moddalarini o'tgan joyini o'zidayoq bog'lab ketganman. Erinmayman chunki bilaman bu metodika moshni ish beradi va yuqori darajada ko'taradi. Masalan aytaman-da, faxrlanib, xohlagan o'quv markaziga olib bor, o'quvchilarni 1-0 ga urib yengadi bilim darajasi bo'yicha deyman. Chunki men ularga katta ob'yomni berganman. Oddiygina konstitutsiyani o'tishni o'zida shu narsalarni bog'lab ketganman. Buni tosh davrida konstitutsiyani o'tgan paytimda bilardi o'quvchilarim. Va aynan qo'yilgan talablarni konstitutsiyani o'tyapman. Yoz deyman. 106-moddani oldiga yoz, strelka chiqar. Saylov kodeksining 61-moddasi, Jinoyat kodeksining 158-moddasi, 9-sinf darslik, 8-sinf darslik deb yoz, strelka chiqarib. Что prezident bilan shuncha ma'lumotni sen har gal savol berganimda birga aytasan deyman. Har bir o'sha o'g'il bola bo'ladimi, qiz bola bo'ladimi, erinmay konspekt daftar tutadi. Erinmay. Hammasi, hatto o'sha erinchoq o'g'il bolalarim ham yozadi. Chunki haqiqatda qiziqarli, biladi ish berishini. Va mana bu 4 ta talab saylov kodeksining 61-moddasi, konstitutsiyaning 106-moddasida bir xil aks etgan. Va bundan tashqari 106-modda konstitutsiyangizda keltirilmagan ma'lumot, ya'ni kimlar prezident lavozimiga nomzod bo'la olmaydi. Va bu ikkita toifa vakilini keltirib o'tirgan. Qasddan jinoyat sodir etganligi uchun ilgari sudlanganlar va diniy tashkilotning o'sha professional xizmatchilar. Bu yerda endi biroz qisqartirilgan, darrov tirnoq ostidan kir qidirmang. Manbalarini Telegram kanalimizga o'tsangiz tashlab ham berilgan. Unda o'zingiz saylov kodeksini ochsangiz ham chiqadi. Prosta men endi bu yerga qisqartirib yozganman. Ya'ni diniy tashkilotlarning professional xizmatchilari va qasddan jinoyat sodir etganligi uchun ilgari sudlanganlar nomzod bo'la olmaydi. Bu 106-modda konstitutsiyada keltirilmagan. Lekin saylov kodeksini 61-moddasida keltirilgan va saylov kodeksi 35 ta ro'yxatingizda tasdiqlangan. Bundan tashqari hali prezidentning saylanishi, necha oy ichida, 2 oy ichida 65-modda qasamyod qabul qilishi, 66-modda muddatidan ilgari saylov, prezident saylovi, bu 128-moddangiz bilan parallel 22-bob saylov kodeksida. To есть konstitutsiyada 22-bob 128-29-moddalar bilan parallel, xullas amdo bo'lib ketaveradi-da. Oddiygina mana shu yeringizni o'zini ham bog'lab berish mumkin. Qaysiki? Mana davlat tilini yaxshi biladigan bo'lish kerak, va yoshni o'zini ham. Siz har doim bir-biriga bog'lashni o'rganing. Oddiygina yosh haqida gap ketyaptimi? Anaqa yoniga qo'ying terib. Ya'ni 35 ta ro'yxatda bor. Prokuratura to'g'risida qonun, sudlar to'g'risida qonun, advokatura to'g'risida qonun, notariat to'g'risida qonun, to'g'rimi? Ombudsman to'g'risida qonun bormi? 35 ta ro'yxatingizda bor. Va siz shuni yodlashingiz kerak, bilishingiz kerak. Shundoq ham bu narsa 35 ta ro'yxatda bo'lmasa ham bo'lajak yurist sifatida, huquqshunos sifatida o'zimni anaqamni tuta olaman, o'zimni karyeramni qilaman, kuchli mutaxassis bo'laman, jamiyatda orqa qator emas, oldi bo'laman deb o'zini nima deydi, hurmat qiladigan bu narsalarni samasa bo'yi yodlaydi. Va shu 35 yosh kelyaptimi? Oching. Prokuratura to'g'risida qonunda 43-moddasida necha yosh keltirilgan? Prokurorlarga yana 25 yosh keltiriladi. Notariat to'g'risida qonunda, notarius to'g'risida qonunni o'sha notariuslarga necha yosh? 25 yoshdan kichik bo'lmagan, 65 yoshdan katta bo'lmagan deb 2-moddasida keltirilgan. Advokatura to'g'risida qonuningizni, advokatura to'g'risida qonun 3-moddasida aynan keltirib o'tilgan. U yerda yosh sensi yo'q. Ombudsmanda keltirib o'tilgan 5-moddada 30 yosh bo'lsin va hokazo. Davom ettiring. Sudlar to'g'risida qonunda 35 yoshdan kichik bo'lmagan deydi. 67-moddasida talablar keltiriladi. Ana bu narsani men video yozishim kerak deb tayyorlanib kelib gapirib bermayman. Bu narsalar meni miyamga, qon-qonimning ichigacha singib ketgan. Chunki qayta dars beraverib, advokatskidan ham ishlaverib, bu narsalar ichimgacha singib ketgan. Va shundoq keldim, video yozamiz davaychi deb boshlab ketyapman. Doskaga taq yozib. Mana bu narsalarni solishtiring. Bir o'q bilan siz bilyapsizmi, prezidentning yoshini bilish orqali nechta qonunga aylanib kelyapsiz. Bu ham qiziq, ham siz o'tganingizga bir oy bo'lib ketgandir.
advokatura to'g'risida qonunni, yoki 3 oy bo'lib ketgandir prokuratura to'g'risida qonunni o'tganingizga, yoki вообще ko'rmagandirsiz qonunni, advokatura nima, prokuratura nima, qanaqa talablar bor o'zi, prokuraturada prokurordan tashqari qaysi lavozimlar bor, 43-moddada keltirilgan. Surishtiruvchi, tergovchi, ish o'rganuvchi va prokurorlar deydi. Va ularga 4 ta talabni ochib bir ko'rasiz shu usul orqali. Tushunarli? Mana 35 yoshi oldida qancha narsani aylantirib kelyapsiz. Va yokida O'zbekiston davlat tilini yaxshi biladigan. Eslang, qani davlat tilini yaxshi bilish, umuman tilni muloqot darajasida bilish degan tamoyil bordi. Sirasi savol beraman o'quvchilarga. Nimani eslatyapti deyman? Chunki ujum metodikamni ular qaraganimda bitta imoyimdan tushunadi. Shu joyga to'xtadim, bo'ldi ustoz nimani aytayotganingizni tushundik deyshadi. Ya'ni davlat tilini yaxshi biladigan degan joyga to'xtasam, fuqarolik to'g'risida qonun bor. 2020-yil 15-sentyabrda kuchga kirgan O'zbekiston Respublikasining fuqaroligi to'g'risida qonun bor. Ana shu qonunning 13-moddasini bunday ochib qarasangiz, 13-moddada keltirib o'tilgan fuqarolikka ega bo'lish asoslari, tug'ilish, farzandlikka olish, fuqarolikni qabul qilish va xalqaro shartnomalar. Va aynan ana shuni bundoq olib kelib fuqarolikka qabul qilishni 3 ta asosi. Umumiy, soddalashtirilgan va maxsus tartibdan ichida qarasangiz, soddalashtirilgani bilan umumiy tartibi 19-20-moddalari fuqarolik to'g'risida qonunni davlat tilini muloqot darajasida bilish talab etiladi. Qarangda, bir o'q bilan fuqarolikka ham aylanib, ana qo'shtirnoq ichida o'tlab keldik. Tushunasizmi? Dars qanaqa qiziq o'tadi, qanaqa maza qilasiz, o'zingiz maza qilasiz. U qonun ochasi, voy, mana bu joyda ekan, bu qonun ochasi mana bu joyda. Ha, mana bu aloqador, mana bu aloqador. Zakovat bo'lib ketadi butun dars. Tushunasiz, ha? Ya'ni mana shu narsalar bilan bog'lab o'rgansangiz, naqadar o'zingiz ham zavq olasiz. Dars ham bundoq qarab o'tirib, nimalar deyapti, shu o'qituvchi nima nazariyalar bir narsalar deydi demaysiz. Ustoz savol berganda, o'ylantirganda hali bu dengizdan bir tomchisi edi. Ichida qancha kazuslar ketadi. Давайте mani prezident qilib beringlar, mani prokuror qilib beringlar, mani notarius qilib beringlar deyman. Amaliy misollar, kazuslar bilan bog'lasangiz, esingizdan ham chiqmaydi. Qisqa muddatda katta ob'yomni ham aylantirasiz mix qilib va o'zingiz ham zavq olasiz va bu o'sishingizda yordam beradi. Tushunarli, ha? Mana shu metodika orqali doskaga bitta yaxshilab qarab, yozib olsangiz ham mayli, konspekt qilib olsangiz ham mayli, o'zingiz uchun. Yoki shunchaki audioimni, videoimni tinglab o'tirib ham bir dona bo'lsa-da manba o'rgansangiz va mana shu manba sizga baraka bo'lib singsa, ertaga kirish imtihonida oldingizga tushadimi yoki umuman huquq sohasiga aloqador bo'lmagan inson sifatida ko'rsangiz ham nimadir bitta ma'lumotda davlatning boshlig'i bo'lish uchun aytaylik, farzandim bo'ladimi, ertaga yokida ukam bo'ladimi, jiyanim bo'ladimi deb bitta ma'lumotni o'zlashtirsangiz ham bizga bu nima deydi? Yaxshi, ya'ni o'zimizni vazifamizni bajardik deb hisoblagan bo'lamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Tez gapirgan bo'lsam aybga buyurmaysizlar, chunki ichim oshqadi, miyamda g'ij-g'ij ma'lumot, kodeks qonunlarini bahol qudrat tezroq yetkazing, vaqtim qisqa deymanda, ma'lumotlarni tiqib ketaveraman. Shuning uchun ko'pchilikni beradigan anaqasi, ustoz tez gapirib olasiz, sal sekinroq gapiring, yozishga ulguraylik deyishadi. Video bu imkoningiz bor, sekinlashtirib eshitishga va yozib olishga.